Hem tövendik babda İmam Buxoriy rahmetullahi alayh namazning vaqti chiqib ketgandan keyin namozni jamoat bilan o'qigan kishi haqida. Bu 596 hadis İmam Buxoriy rahmetullahi alayh bizga Muaz ibn Fazala hadis so'zlab bergan edi deb shundoq deydi. Bu kishi deydi bizga Hisham hadis so'zlab bergan edi deb shundoq deydi. Hisham Yahyadan Yahya Abi Salamadin bu kishi Jabir ibn Abdullahdan bayon qilgan sahobalardan. Ömer ibn Xattob radhiyallohu anhu Xandak urushi bo'lgan kuni kun patqandan keyin yetib keldi. Kafirlarni, Quraysh kafirlarini tillashga boshladi. Chunki u Xandak urushi 3000 dek sahoba qatnashgan urush. Har bir sahobalarning o'ziga loyiq bir belgilangan o'rinlar bor. Shunga kafirlarni tillab Rasulullohga qarshi keldi. Dedik ya Resulallah. Bu quyosh petib ketdi, men tiq esirni o'qiyanmidim ya Resulallah deb nayt ish pushqan holatda. Rasululloh dedi, men o'qimadim ezbiroy xudo dedi. Shundan biz Bothan degan o'ringa turib, shu yerda Rasululloh tarat oldi namozga. Biz bu tarat oldik. Quyosh pet bo'lgandan so'ng asr namozini o'qidi dedi. Undan keyin andi shamni o'qigan. Navbatlar nima azriq namozning vaqti yana chiqib ketmaygan vaqt to'lab qolsa, avval asrni o'qidi, undan keyin shamni o'qidi. Janob Rasululloh bu yerda kechiktirib qazosini o'qiyotdi-da endi. Bularniki bu qasddan bo'lmagan. Urushniki nihoyat ig'irlik tufaylidan kechiktirilib qolgan. Bu hamda asli urushda imkon bo'lsa ishorat bilan o'qisa yaxshi. Hamda bu ishorat bilanmi o'qishga, ruku sajda qilishga, qiroat qilishga qurbati yetmaydigan bunday ahvollarda namozni kechiktirib bo'ladi degan kelib chiqdi. Bir qism ulamolarning nazarida bu hadisga asoslanib bu vaqtdan keyin bu namozning vaqt farzi saqit dedi. Chunki Alloh Qur'oni Karimda fattaqulloha mastata'tum toqatinglarning yetishicha Alloh taqvolik qilinglar degan. Yana birisi kafirlarga la'nat tillash bu durust degan bo'ladi. Chunki Umar ibn Xattob yerda tillab la'natlab keldi. Bu durust demakchi. Endi bu yerda Shamni o'qib bo'lib, nima asrni o'qib bo'lib, andin Shamni o'qidi. Albatta Shamning vaqti bor. Agar Shamning vaqti chikitib qolgan ahvollab qolsa, u vaqtida Shamni o'qitib, nahni o'qitib, nisini uni kendidan nahdan keyin qazosin qiladi. Tartib bundaqda tartib yo'q edi bu yerda. Lekin men nah namozning vaqti yana qazo namozining vaqtini o'qib o'qishlik chiketmaydigan bo'lib qolsa, avval buni cho'qim tartib bilan o'qish yerda vojib bundaqda.